Filmni mush öpüp qo'yishni boshlab ketdim-da. Shundan keyin bir kun film chiqarmagandim-lekin ayrimxonamga shunda xat yozib chiqsa, bir kun film chiqqanmidingiz, nima bo'ldingiz deb shunchalik xo'shib ketdim-da bu gaplarni ko'rib. Shundan qaraganda bizni bir kun ko'msanglar yurikinglar chidamaydiganlar jiqkensizlar deb turasam. Shundan keyin yerim kun mush mashinani shinyan qilishlar o'tdi-da, kunimiz shunchalik yeriqchilik zodi. Atigandan tortib shukuch mashinani shinyan qilib o'tib, yinib kelib shundaq yeriqchilik shuning bilan bo'ldi. Bugun bayram bo'lgandan keyin balni o'yintib kelgach bir aynib kelayli deb. O'zimcha az to'la holimni tortib yasinib degandek mana balni elib, dadamni elib aylan qilmangdiq. Atiga o'rnimda tursam shunda qarlar sayrab ketganda shuning bilan telefonimni jaziga chetiblam egiz tatqandim. Ma ballar qaranglar shunda o'maga. Tuniga yeriqchilik onun ustiga bayram deb bozor aylanib, bozorda mehmon bo'lib, yetliq qizim. Qildigan ishlarni bir mujig'ilib qopdi, atiganda o ishlarni qilib, andan dadam makalla paqalchani ushlaytay deb uni uxlab o'ltirdi. Men endi bugun qattiq o'pib qo'ymoqchi-da, shon bir xamir jug'ray deb lamponim tan qilmoqchi, shon alnurning tugmay unidan jiqroq ilib oldim mana. Burun opam o'pib qo'yib qolsa, xamirni jiq yug'urib, yerimini o'pib qo'yatdi, yerimini lampon o'ynatdi demaysizlar. Shon bugun men o'zimcha opamni do'rab, o'pkinimni qo'yib, lamponimni o'yitib qilmoqchi-da. Lekin bu mening tunji qatim o'pib qo'yishim, opamning necha qatim qilganini ko'rgandim, lekin bir qatim qo'yib boqmagan, ammo qo'rqib turmanda yaxshi qo'ya olamanmi, qo'yamasmanmi-da. Boshqa deganda bir amallarni qilib o'xshatib aytgan lekin men o'pkaga kelgan chaqda rost qo'rqdim-jimi. Bundan so'ng men o'pkaning ichki yeri tumu tushib demaysizlar. Suvni qo'ysam ish qilib bulduqlab chiqib ketdi-da. Tushib qo'ygandan keyin qarab ketaymi deb bo'ldi. Dadam bilan yo'lishimdan shunda bir yigitlar shon bir amal qilib baqay deb o'zimcha. Avval bir o'pka qizga olay deb qarsam bu o'pka qizga yerimi yo'q. Shon qo'saqning bir yerlarini kesiblam o'pka qizga unimni tikib oldim demaysizlar. O'pka qizga tikib qo'ygandan keyin endi ash tumuni bir tikib baqay deb ichki yerini degan tikib ketdim. Suv o'tmagida qilib sabab qilsang sabab suv to'xtaydi deb bir amal qilib baqay deb tikkendim. Tikib bo'lib suvni chiqarsam bu yerdan suv chiqmadi. Shuna qilib muvaffaqiyatga holatda tuyushlarni itib mana o'pkinim joyiga ayqib oldim. Shunda xo'shib ketdim. Oxir bir o'pib qo'yib qolgan bo'ldim deb. Shuning bilan men o'pkini qansirtib qilib qo'ychi yo'ldoshim bir tarafdan maz berib, meyada biz endi makucha tarafdan maz deymizlar, mush o'pka qo'ydigan so'ni deb ataysizlar. Endi keras men o'pkining faqat ochig'i bilan mush o'pkisi bor demaysizlar. Men uchayni yuyib ne qo'ygan uqmaymiz toshbatga o'xshaydi. Zanqib ketmanglar, endi hech yo'q bir o'pkan bu deb yo'q o'g'anlik uchun qo'yanmidik. Shun o'pki bilan ochiqlanib tutdim buguncha. Mana o'pkilar ochiqni qozonga sepib qo'ygandan keyin amdiki navbat lampon qo'yishga keldi. Rostlasam shu o'nning lamponni tunji qatim qilishim deb bura opam qiladi, lekin bek sepsamat ekanman. Qanchalik suv bilan qanday qilganimni bilmayman. Hozir o'zimchilan burun ko'ga holatli qilib boqay deb tavakkul qildim mana. Bu lamponni chamoqim bir tasishgan qulam degan telib oxir dadamni yordamga chaqirib bo'lma pishib chiqdi mana. Qilib lampon qilishga usta adam bo'lsa hozir qarab bilalaydi-da bo'lgan bo'lmaganligini. Hozir quyuqib qoldimi, suyuqib qoldimi, at uyamdi, uyumamdi, chin uyamdi yoki bo'sh uyamdi faqat bilmayman juma. Ish qilib bir lampon yig'imizdan kep ketganda ta'limimizga bilarib uya deb qildim endi. Lamponni qayintib appo'g'ichima mana o'pkinlarim, ochiqlarim pishibga ochiqni avval elib keyindi mana yo'lishim o'pkini ap beransam o'pkinni joyida apayda shunday o'xshab ketgan joy g'ozadi. Tunji qatim o'pib qo'yishim o'z oldimga, lekin tuyushligi bu o'pkining ammo o'xshamagan bo'lsa, o'xshamay chiqqan bo'lsa
ko'nglim beh yerim bo'ldi. Dadam bilan yo'lishimning behigisi va emasmi? Şunu boşluğum şunda bilan bo'pti ekan, mana avval o'zimizga to'g'rab, andan keyin mushundaq alayda bir tamoqlarni uzoqroq etadigan tamoqlarni aytganda shunda qo'lim qo'shnilarga sunug'im kelibdi. So'ng avval o'zimizga bir taxsi to'g'rab etib, andan keyin qo'lim qo'shnilarga bir ikki qo'shnimiz bormish atrofimizda. Shularga bir achiq berayli deb ularni to'g'rab, achiq berib, andan keyin o'zimizda qamda turib yavagan bo'ldi. Andan keyin tunigan film chiqarmaganligim uchun o'zim jazo berib bugun uzun film chiqarib berdim. Mana unda o'z film mendan baho berisizlar deb güzel baholaringlarni bir yozib qo'yinglarmi?